550 metrda 21 metrda soatiga 200 ming litr suv. Ya'ni 200 kuba soatiga. 219 diametrda 550 metrda uzoqligi tik balandligiga keladigan bo'lsak, akalar 21 metrda, xudo xolasa. Bunga o'xshash katta hovuz qilishgan ekan va suv bosimini bitta ko'rsatib qo'yay. Soatiga 30 kilovat rasot qilyapti. Mashina asosimiz 219 diametrda turbalarni, xudo xolasa, mana endi dehqon bo'larimiz mana ko'rib turibsizlar. Astaydil suvlarni tarashyapti. Hop, bu yerdan nima qilishgan? Gofra turbadan bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 tani 5 tomonga tarashgan va ko'rib turibsizlar natijani. Suv bu tomonga ham qarab ketaveradi, bu tomonga ham qarab ketaveradi. Qo'yingki, har tomonlama suv harakatlanadi. Ya'ni shu nasosda yurgizganlarida. Hop, akamizni mana shu joyda 20 gektarga yaqin nimalari bor ekan. Ya'ni shunga o'xshash katta dalalar bor ekan mana. Mehnatimizdan xudo xolasa manfaatli bo'ldi. Bitta like bosib qo'yasizlar. Do'stlarga podressani bosib, dehqon akalarga jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolasa mana shu ishimizdan so'ng 5 kundan keyin ishga chiqamiz, xudo xolasa. Chunki juda ham charchadik. Shuning uchun 5 kundan keyin hammani ishini yakunlashga harakat qilamiz, xudo xolasa. Imkon darajada. Lekin suv juda ham zo'r. Maza qilishyapti mana. Astaydi. Dehqon bo'larimiz. Ikkinchi nasosimiz ham 250 diametrda ikkinchi nasosniki atsinkovoy truba mana. Hamma yo'q, suv bo'ldi, boshlandi endi. 219 trubada xudo xolasa. Endi mash trubada mana. Assalomu alaykum, hurmatli aziz dehqon akalar. G'alla o'rimlar bilan charchamayapsizlarmi? Hammani planlarini Allohim yuz beraversin. Makkalarda qaranglar. Allohim xush-quvvat bersin dehqonga. Quriy deb qopti. Biz bu yerga 550 metr masofaga mana polietilen quvurlari, o'zlarining zavodlari bor ekan. Nasos o'rnatganmiz 219 diametrda. Hop, bu zavodda toza talshinada chiqargan, ya'ni toza qalinlik, toza sifatli seriya ishlatilar ekan. 188 mingdan ekan metri turbani 219 da. Hop, endi surbalar suv tomonga ketyapti. Bu tomon endi makkalar sug'oriladi. Hop. Oraliq masofasiga keladigan bo'lsak, tik balandligiga 21 metr, uzoqligi 550 metrda, 219 diametrda suvni chiqardik. Xudo xolasa, dehqon akalarimiz astaydil sug'orish boshlashdi. Nasib bo'lsa, mana endi biz sekin-asta bilan uyga qaytamiz. Nasoslarni yurgizdik. Suvlar vadan chiqyapti mana. Hamma yo'q, suv bosyapsiz. Suvlarga qarang. Bu hozir bir pasda nimaga yetib boradi? Oxiriga yetib tushadi suv. Past bosib ketadi suv. Mana shu turbadan suv chiqyapti. Xudo xolasa. Chotki. Hozir borib amperajlarni ham ko'rsatamiz nasosda. 30 kilovat rasot qilyapti. Hop. Men juda ham issiq. To'g'risi gap. Juda ham issiq. Boshni og'ritib aylantiradi ekan darajada. 10 metr ursalaring tamom quriydi. Ko'zimni ko'rsatib qo'ydim. Hop. Suv arg'idan qaytyapti. Endi mana yerda yana bitta liniya bor. Uni tagida buni ham remont qilishimiz kerak ekan. Akamiz remont bo'ladi dedilar. Endi hozir men aka buni polni ochib chiqing yonini deb keyin buni remont qilamiz deb aytib qo'yaman. Bosib kesib ustini. Polni ochib chiqishadi, bitta Samsung keladi. Tagi chirigan bo'lishi mumkin, lekin Atsinkovka normalniy zo'r ekan.
aksent. Shunaqa gaplar. Allohim hammani ishlariga xushvat beraversin. Endi biz ham qo'limizdan kelgancha xizmat ko'rsatyapmiz mashinalarga kelib. Shunaqa gaplar. Mana shu joygacha kelib, bag'i. Mana yuqori nuqtasi. Astal bilan 10 metr bo'lsa, ikkita stalbata. Ash, balandlik. Hozir ko'rsataman. Hop. Hamma rels ko'rib, bizning gaplarimiz uzoq, videolarimiz uzoq tuyulishi mumkin. Rostdan liniyalar ko'rsatib qo'yamiz. Ana, o'rash BYD'lar turgan yerda. Stalbalar pastda qolib ketdi. Shunaqa gaplar. Turbayam shunaqa gaplar. Mana, hurmatli akalar, yangi turba, yangisi eskisi eski. 100 mingta teshigi bor ekan. Uni yamash kerak ekan-u. Bu turbani polni ochib chiqish kerak, keyin yamasa bo'ladi. Hozir wow. O'ynayda tukka suv tiyib tepaga o'tyapti. Ana teshik. Kerakmi? Anaqalar yomon ko'raman tash eski turbani. Aynab umr o'tib ketadi. Ya eski turba, ya o'zim ulamagan turba bo'lsa. O'g'lim qarana fontanni. Kelaverasizlar, fontan tomosha qilgan kelsa. Muzikalniy fontan. Yurgizsak, tomga o'tyapti, tomga. Shunaqa gaplar. G'ubur chirib ketibdi. Bir kambi 30 tacha teshik bor ekan. Kamiga mana insoniyatga yo'qmaydigan narsa ana shu ish faoliyatida qisqacha mazgitura, mazgni qotiradigan tura. Mana teshilib, yeshilib, meshilib kabelga tegdi suvni ko'rdilarmi? Voy, to'chgan xo'jayinim bey. Mana fontan kerakmi sizlarga? Fontanana natura. Hamma yo'q, kasharatura. Suv bosib yotibdi akalar. Zayba. Mazgi. Shunaqa gaplar. Hurmatli dehqon akalar, mana Tosh kanal nasos o'rnagan joyi, ikkita 30 kilovatlik обратный klapan, adapter, flyans hamma yo'g'ini joy-joyida qilib, bu xolasa 200 diametr turba ketgan mana. Ha, shaqqacha. Ha, manchor bo'lamizda xolasa. Billash qildik bugun. Ha? Naxoy deydi. Topadi o'rda. Xo'p, bu yerda shitimiz juda ham avgar holatda edi. Ya'ni yonib ketgan, tutab ketgan, chirib ketgan narsalar polni chiqarib tashlab, yangi narsalarni qo'yib, kabellarni ham joy-joyiga olishga harakat qildik maksimal darajada. Mana kontaktor 400 talik ekan, buni ham tozalab joy-joyiga qo'ydik. Mana. Xudo o'zini holida. Xo'p, fazazashtalarni ham qo'ydik, 712 lardi. Hozir nasosimiz 67 amperda ishlayapti mana. Juda ham zo'r. Xudo xolasa ketdik-a. Xullas, jonlaring omon bo'lsin. O'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yinglar kerak.